Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz va bizdan uy xarid qilgan mijozlarimiz. Bugun 27-may. Mana yana bir mijozimiz Rossiyadan kelib, iminni shu yerdan xonadon xarid qilib, bugun yana qaytib ketasiz, xudo xolasa. Tabriklaymiz. Qanaqa xonadon oldingiz? O'zingizni tanishtirib, avvalo, keyin qanaqa xonadon olganingizni aytsangiz. Mambetova Gulnora. 3 xonali xonadon. 3 xonali, ha. Rahmat, juda ham imkoniyatlar yaratib berdi. Rahbarimiz Jamshid aka. Narxlari juda ham qulay. Taqdimotlar hammasini ko'rdim, hammasida qatnashdim. Shu bilan Mahliyoxon bilan gaplashib, 22-da kelaman dedim, 22-da kelib, mana bugun shartnomani qo'limga olib, xudo xolasa. Shartnomani olib ketyapsiz. Xayrli bo'lsin. Rahmat. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Rahmat. Biz ham shu bizdan xonadon xarid qilgan mijozlarimiz uchun harakatdamiz. Ish jarayonlarimiz ketyapti. Xudo xohlasa o'zini vaqtida, o'zini egalariga bitirib topshirishlik inshaalloh nasib qilsin hammamiz. Rahmat sizga ham. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, yaxshi yetib olinglar. Salomat bo'linglar. Rahmat.